Assalomu alaykum, to'g'ridagi baliq kitob anglag'uchi do'stlar. Biz marhum yozuvchimiz Abdulhakim Boqiy Iltabir akamiz yozgan. Uyg'urlarning ma'naviy onasi bo'lgan Rabiya Qodir xonimning hayot qismatlari putilgan o'limdan qaytgan mahbus degan kitobni o'qishni davomlashtiryapmiz. Biz oldin qismni o'qib, eng oxirida Rabiya Qodir xonimning naqqashchi ustamlarni yuqori ish haqqi bilan rozi qilganligi hem ularga başqa yerdan ish tepib bermoqchi bo'lgan yerlariga kelib to'xtagan edik. Endi davomini o'qiymiz. Qashqarliq naqqash ustalarining Rabiya Qodir Soda sarayidagi ishlari oyoqlashi bilan tang Xitoyning Beyjingdagi xalq qurultiyi binosining Uyg'ur bo'limining tomlarini zinnatlash uchun ularni Beyjingga chaqirdi. Usta shogird bo'lib 53 kishi Beyjingda ishlab, Uyg'ur naqqashchiligining karomatini yana bir qitim ularning ko'ziga ko'rsatib qo'ydi. Rabiya xonim ularning ish haqqi uchun yuqori baho bekitib qo'yg'ashqa, ular shu qitimliq Beyjingdagi ishidan 3 million 600 ming so'm tapovat qildi. Shunday qilib, bu ustalarning shirkati yunari, mukammal, obro'yi ustun, donglik shirkatlardan bo'lib qoldi. Aradan ancha ko'p vaqt o'tmay bu ustalar minnatdorlik yuzidan Rabiya Qodirga Soda sarayining markaz zaliga atab maxsus yasalgan 150 dona naqqashlik ustal, o'rindiq hadiya qildi. Isil yog'ochdan gul chiqarib naqshlab yasalgan bu ustallar, o'rindiqlar markaz zaliga husn qo'shdi. Ishxona va uylarga zinnat berdi. Ko'rganlar hammasi qo'li gul, oq ko'ngil naqshchi ustalarga aprin aytdi. Shuningdan e'tiboran Urumchi, Qashqar, G'ulja qatorliq shaharlarda hamda boshqa joylarda Uyg'ur pasoni uy silish, zinnatlash, naqqash qilish modaga aylandi. Naqqash va gaj o'yma ustalari yetishmay qoldi. Bir mahal ko'milib qolgan Uyg'ur binokorlik san'ati qaytadan uyqusidan uyg'ondi. G'oz yesang o'dakning piydi bo'l. 1992 yil 8 oyda Rabiya Qodirning Aqida Hasdorlik shirkatlar guruhi qarmog'idagi Rabiya Qodir Soda sarayi rasmiy tijoratini boshladi. Bozordagi 150 dan ortiq tijoratchining ko'p qismi Uyg'urlarning qadimiy yurtlaridan Qashqar, Xotan, Oqsu qatorliq joylardan kelganlar bo'lib, ular Xitoy hukumat doiralarining har xil to'siq besimlariga uchrab qolmay, ba'zi kishilarning mu eqib yurganlar degan kamsitishga uchraydi. Ular turaqliq do'konga, nesi mal ola oladigan imkonga erishgandan keyin jafoliq ishlab so'dining qonuniyatlarini o'rgandi. Yil o'rilganda hammasi degidek 30-40 ming so'mlik qonliq savdogarlarga aylanib, Urumchidan qo'rg'oja ilib, eng cho'ng dardidan qutuldi. Keyin bulardan mal olgan, bularga mal berganlar bo'lib, 5 mingga yaqin tijoratchi bevosita va vositalik holda pul tepib, beyishqa qarab yuzlandi. Abdunum rayon, shahar tavasidagi amaldorlardan, xalqning g'imini yeyishni o'ylaydiganlar yoki Rabiya xonimning soyasida boshliqiga yaxshi ko'rinmoqchi bo'lganlar va yoki Rabiya xonimdan har xil shaklda manfaatlanganlarning hammasi jamoat so'rilarida Rabiya xonimni maqtab ko'kka ko'tarishga boshladi. Rabiya xonimning jamoat tashkilotlaridagi, g'ayri hukumat organlaridagi va Xitoyning Beyjingdagi siyosiy kengashdek cho'ng organlaridagi mansablarimi o'sishga boshladi. Rabiya xonim amdi pul topadigan yo'lni iziga silib qo'yib, aslida ko'ngli pukkan va erisida qoji bilan va'dalashgan ishlarini siyosiy kengashning, savdo sanoat birlashmasining, korxonchilar jamiyatining xil cho'ng amaldori salohiyati bilan boshlab u butun shahar nohiya yezlardagi Uyg'ur tijoratchilarining bo'libmi ayol tijoratchilarning raqobatlashish, taqobil turish engini o'stirish, qonun, banka, moliya belgilimlarining rasmiyatlarini o'rganish, tijorat uchurlarini tez egallash, yasli, tarbiya, davolash markazlarini qurish, o'z millatining mulozimat turidagi savdosini rivojlantirish, umuman millatning pulini amal bor kalkundalarga tatqizib qo'ymaslik sohalaridagi ishlarga yordamlashdi. Yo'l ko'rsatdi, maslahat berdi. Chet el tijorat sohasidagilar bilan aloqalashdi. Chet ellik tijoratchilarni kutib oldi, tajriba uchuri almashtirdi. Sovet ittifoqining parchalanishi, yana kelib Uyg'ur xalqiga balay ofatlarni elib kelgan kommunizm lagerining Gorbachevdek o'z diktatorining qo'li bilan qilcha qon to'kilmay tarmar bo'lishi, Uyg'urlarning Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Turkman, Azari qatorli qarindoshlarga mustaqillik omadini elib kelgan bo'lsa, Uyg'urlarga umid, ishonch, baxsh etgan edi.
Uyg'urlar yalğuz ideya, nazariya, e'tiqod, tarix, madaniyat, adabiyot, san'at qatorliq sohalarda jonlanib, uyg'onish, o'zini tunish, mavjud bisimiga qarshi tirkishish kurashini kuchlantirib qolmasdan, an'anaviy iqtidorini, ya'ni tarixiy ipak yo'lidagi xo'jayinlik ruhini urg'utdi. Taraf-tarafga qo'lini so'zib, pul bor yerlarning hammasiga tavakkulchilik bilan o'zini otmoqda edi. Xitoy hokimiyatini qo'liga olgan Deng Xiaoping millatchilik g'ururi bilan chashqan tutgan yaxshi mushuk nazariyasini ko'tarib chiqib, shaxslarning tafovutiga yo'l qo'ygan fursat Uyg'urlar uchun bug'doyning bahonasida qarmoq suv ichdi degandek yaxshi imkon yaratdi. Rabia xonim ana shu iqimning yetakchisi, yo'l boshlovchisi va eng mardona tavakkulchisi edi. Bu jihatda hasad bilan qayrishayotgan Xitoy tijoratchilari uning orqasidan meng'vatadi. yoki yanala hokimiyetining yuzsizligidan va xalqning g'azabidan qo'rqib yoshirin tijorat qilyotdi. Rabia xonim uchun fursat g'animat edi. Sovetda halok bo'lgan planliq egilik sistemasining zarbasida O'rta Osiyo jumhuriyatlarida va Rossiya qatorliq yangi mustaqil bo'lgan davlatlarda paydo bo'lgan iste'mol buyumlari qahatchiligi eng avval Rabia xonimning diqqatini tortdi. Xitoy Markaziy tashqi savdo ministerligining Urumchi shahriga Qozog'iston qatorliq jumhuriyatlarga bevosita mol yetkash huquqi tushirib berishi Rabia xonim uchun pul topadigan oltin fursatning yetib kelganligidan bishorat berdi. Odatda bu jumhuriyatlardan kelgan sayohatchi, sumka tijoratchilariga Rabia Qodir xonim savdo sariyi mol almashtirish shaklida mulozimat qilyotdi. Ularning ilib kelgan milliy va puli bekla cheklik bo'lg'achqa, ular ko'p mol setib ololmaydi. Rabia xonim bu fursatni g'animat bilib, Urumchi shaharlik savdo sanoatchilar birlashmasi nomidan O'rta Osiyo jumhuriyatlarini ziyorat qilish, sayyora mol yarmanka qilish dokladini tayyorlab yuqoriga sundi. Doklad darhol tasdiqlandi. 1992 yil 8 oyning 5-da Rabia Qodir xonim 30 necha nafar Uyg'ur tijoratchini boshlab, uzun kozubliq 5 avtomobilga liq mol qachilab, Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonlarni ziyorat qildi. U Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan mahallalardagi masjidlarga berib, mol va pul i'ona qildi. Ularga vatandagi qarindoshlarining salamini yetkazdi. Bu jarayonda u chet ellardagi Uyg'urlarning, shuningdek har qaysi jumhuriyatlardagi qarindoshlarning o'z mustaqilligidan o'zichilikmi hayajonlanmaganligiga, bu mustaqillikning qadriga yetmaganligiga bekmi o'kindi. Ularning beparvoligi va xiyoliga kirib chiqmaganligi uni bekmi bearam qildi. Rabia xonim bu davlatlarda nurg'un po'lat temir materiallari va zapas paxta borligini, bahosining arzonligini hamda ularni mol almashtirish shaklida setilishga bo'lganligini egallab, Urumchiga kelibla darhol temir va paxta import qilish dokladini tayyorlab yuqoriga yo'lladi. Bu chaqda pul sanashni bildigan Uyg'urlarning hammasi degudek raq kiyim, Adidas sodisi bilan shug'ullanishga boshlagan edi. Qaramoqqa Uyg'urlar pul tepiyotganda qilg'ini bilan amaliyotda Xitoyning dengiz bo'ylaridagi sanoat markazlaridagi savdogarlar yolg'on markalik saxta tovarlarni millionlab tayyorlab, Uyg'urlarning bozoriga tortib Uyg'urlar bo'lsa faqat shularning mol to'shig'uvchilari, bozor ochquchilari va xaridor topquchilari rolini o'ynayotdi. Bütün paydaning qaymiqini shular suzib yeb, Uyg'urlar eshib qolgan qitiq yo'qini yalayotdi. Bu faqat masalaning tijorat yuzi bo'lib, Xitoy hukumatı O'rta Osiyo jumhuriyatlarini kelgusida kontrol qilish maqsadida hassilab oshirib mol yetkash, hisobsiz qarzga bo'g'ib qo'yib, ondan diplomatiya yurgizish strategiyasi haqida maxfiy hujjat tushirgan edi. Urumchi shahri hukumat nomida Qozog'istonga 5 qitim mol yetkab, qarz pulni ololmay, markazga doklad qilganda jazolanish o'rniga texmi ko'p mol yetkash yo'l yo'riqi bilan va 20 dona xalqaroda mol to'shiydigan uzun KAMAZ avtomobil bilan mukofotlangan edi. Uning ustiga Xitoyning davlatlik eng cho'ng suv inshoot qurilishi Sansha suv ombiri to'smasi uchun behisob po'lat temirga ehtiyoji bor edi. Dengiz bo'ylaridagi Xitoy shirkatlari Amerika, Yevropa to'qimchiq fabrikalarining zakotlarini qabul qilish ruxsatini olgandan keyin zo'r miqdordagi arzon paxtaga jiddiy ehtiyoj bo'lgan edi. Rabia xonim Urumchi shahar tashqi savdo idorasining vakolatdan boshqarishi va foydaning 2% dan ayirib berish sharti bilan po'lat temir paxta import qilish huquqiga erishib, O'rta Osiyoga atlandi. Uzun o'tmay Rabia xonimning po'lat temir bosgan paxta taxtaylari tiklangan KAMAZ avtomobillari Toshkent, Beshkek, Olma-Ota shaharlaridan yo'lga chiqib, Qo'rg'os, Alatov chegara eg'izlaridan o'tib Urumchiga yetib keldi. Bu savdo molga mol almashtirish shaklida boshlanganlikdan hukumatlar nomiga ilib berildi.
Rabia xonim tijoratning qaymaqini yavatqanda hargizmi qarindoshlarini unutib qolmadi. U barliq tijoratchilarga yo'l ko'rsatdi, rasmiyat shakllarini o'rgatdi, qo'rqmay dadil savdo qilishga ilhomlantirdi. Ularni yangi savdo uchurlari bilan ta'minladi. Shunda qilib Rabia Qadir xonim davlatlararo import-eksport savdosini boshlab, 6 oy bo'lganda Qo'rg'osdagi Xitoy tamojna punktidan boshlab Uyg'urlarning minglarcha KAMAZ avtomobildagi mili toki Yarkentgacha uchras saqlab turadigan bo'ldi. Bu tijoratda yalg'iz Uyg'urlarla emas, qarshi tarafdagi tijoratchilar, hatto mal sotquchi amaldorlarmi Rabia Qadir xonimni o'zlariga tabiiy rahbar qilib olgan edi. Hammasi uningdan maslahat so'raydi, yo'l uruq qiladi. Mallarining sortini baholtatdi. Dardi ballar dardini essa, sodada kelisholmaganlar kelishtirib qo'yishga taklif qiladi. Soda jidal majorlarni ayirib bir taraf qilishga havola qiladi. Har ikki tarafdagi chegara saqchi xodimlari, karantin xizmatchilari, tamojna kadrlari va yuk to'shig'ichi ishchilar hammasi Rabia Qadir xonim kelsa o'zigidan hurmat bilan salom berib yo'l bo'shatdi. Uning xizmatini qiladi. Şoförlar uning avtomobiliga oldin yo'l beradi. Rabia Qadir xonim soni jarayonda davlatlararo va milliy do'stlikqa, diplomatiyaga mu alohida ahamiyat beradi. O'zi 6 oyda qozoqcha maktabda o'qiganligi uchun Qozog'istonda qozoq bolasidek ravon so'zlaydi. Bir qitim Olma-Otadagi bir mehmonxonni Rabia Qadir xonim ko'tara ilib, Uyg'ur savdogarlarining yarmankasini ochgan edi. Xaridorlarning ko'pligidan qalaymaqonchilik chiqdi. 5 minut ichida shahar soqchi idorasining boshlig'i 15 nafar soqchini boshlab kelib, Rabia xonimning boshqurishiga topshirib berdi. Soqchilar bozor tartibini qo'g'dab, tijoratchilarning manfaatiga kepillik qilib qolmay, har kuni bir oylik maoshiga tang kelgudek pul ilib xursand bo'lishdi. Rabia xonim tijorat ko'lamini kengaytirish, turini ko'paytirish bilan ko'pay qilmay, Shangongdan Istanbulgacha bo'lgan uzun musofada savdo uchur to'rlarini yeyibdi. Nada qandaq mal pul bo'lsa, Rabia xonimning bir qo'li shu yerga so'zlatdi. Rabia xonim chet el import-eksport shirkatini yurishtirib olgandan keyin Aqida hasdorlik shirkatlar guruhini qurib chiqdi. Aqida degan bu xosiyatli ism Rabia xonim bilan Sidiqojining tunji farzandining ismi. Sidiqoji bilan Rabia xonim 1980-yil 7-oyning 13-kuni qizi tug'ilgan kuni uzoq o'ylashib, qanday ism qo'yish haqida bir fikrga kelolmagan edi. Rabia xonimning do'sti Asma xonim ularga: "Sizlarning hayotinglar vatan aqidasi bilan o'tdi. Sizlar vatan aqidasi bilan tepishib, vatan aqidasi bilan to'y qildinglar. Bilaman, vatanni ozod qilish, Uyg'ur millatini mustaqil qilish, xalqni zulmdan qutuldirish sizlarning orzuyinglar, sizlarning maqsadinglar, sizlarning umidinglar. Shunga bu yo'lda dunyoga kelgan tunji farzandinglarga aqida deb ism qo'ysanglar yaxshi bo'ladi", dedi. Bu taklif dal bularning o'ylagan yeridan chiqdi. Shunda qilib, Rabia xonimning Sidiqojimning eng yuksak orzu-armonlari, hayotidagi barliq harakatlarining tub maqsadi va oxirgi nishoni bo'lgan vatan millatni istiqlolga erishtirishdek g'oyaviy kuchi mujassamlangan bu ism aqida uning qiziga keyin shirkatiga qo'yildi. Rabia Qadir xonim bilan Sidiqoji maslahatlashib, bu cho'ng shirkatiga atoqliq olim Abdurahim O'tkir apandini, pishqadam yetakchi yo'ldosh Yusufni, professor Abbos Burxonni, dangdar shoir Osmonjon Saudni va Tangirtoq jurnalining bosh muharriri Abdulhakim Boqilarni maslahatchilikka taklif qildi. Hamda hukumat ularga berayotgan oylik maoshidan ko'p maosh belgiladi. Undan boshqa sazgur va puldor tijoratchilardan 10 necha kishilik savdo maslahatchilar guruhisini tashkillab chiqdi. Rabia xonim amdi Urumchini markaz qilib, janubda Oqsu, Qashqar, Otush xotellarda, sharqda Turpan, To'qsun, Qumulda, g'arbda G'ulja, Bo'rtala, Altaylarda sho'ba shirkatlarni etishni, hamma joydagi xalqni tijoratga, shirkat qurishga, hukumatga biqinmaydigan mustaqil egilik tiklashga yetaklashni, milliy hunar san'at turlarini ko'paytirishni, yerlik hukumat organlaridagi Uyg'ur amaldorlarga ta'sir ko'rsatib, yerlik mahsulotlarni ko'paytirish va qo'g'dashni tashviq qildi. Yana bir tarafdan bosh shirkatga chet ellarda o'qigan va oliy ma'lumotli ziyonlar taklif qilib, binokorlik, qurilish, qatnash, transport, kon metallurgiya, yez egilik mahsulotlari, tera yung sanoati sohalari bo'yicha tijorat ham ishlab chiqarishni qanot yoydirish uchun ilmiy tekshirishlar ilib berishga, ilmiy dokladlar tayyorlashga uyushtirdi.
Hökumətning bexatarlik tarmoqlari Rabia Qadir xonimning xuddi tizginini tutqizmaydigan shosh otlardek tepib chiqib ketganligini, boshqurish ramkalarini buzib tashlab butun kuchi bilan Uyg'urlarni pul tepishga, ro'naq tepishga, ma'arifni yuksaltirishga, umuman Uyg'urlarni uyg'otishga yetaklayotganligini to'xtamay nazorat qilib doklad yo'llab turadi. Hatta Rabia xonimning chet ellardagi bo'lgunchi tashkilot boshliqlari bilan aloqa qilganligi va ularga iqtisodiy yordam berganligi to'g'risida gumonlarni isbotlaydigan paket tepish uchun chet ellarga turkumlab josus chiqargan edi. Ba'zi insofli josuslar ahvolni Rabia xonimning o'ziga ma'lum qilib qo'yadi. Bundaq aytganda, Rabia xonim Uyg'urlarning ilkida bo'lgan, ammo hukumat qo'l tegizolmaydigan iqtisodiy qo'rg'on qurib Mana bu Xitoylar uchun xuddi bir davlat qurishga hozirlanayotgandek tuyg'u berib, ular qonundan foydalanib qonunsizlik qilayotgan bu boshpatlaq Uyg'ur ayoldan bizar bo'layotgan bo'lsa-mu, eg'iz ichishga yoki qo'l tekkizishga petinolmaydi. Chunki Rabia xonimda uning taqdirini belgilab o'tadigan qudrat pul bor edi. Xitoy poytaxtidagi yarmanka 1995 yili 8 ayning oxirida Beijingda o'tkazilgan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Ayollar Komitetining 4-navbatdagi xalqaro ayollar qurultiyining harpisida Xitoy mamlakatlik ayollar birlashmasi Beijingda ayol korxonchilar jamiyatining nomida yarmanka o'tkazishni qaror qildi. Yarmankada har qaysi joylardagi ayollarning o'zaro tajriba almashtirish, ayollar xizmati bo'yicha tashviqot ilib berish maqsad qilingan bo'lib, ayollar yoki ayollarning korxonalari ishlab chiqargan mahsulotlarni tunishtirish asos qilinmoqchi edi. Shundaqla chet ellardan ayollar qurultiyiga kelgan vakil va muxbirlarga partiyaning parlaq siyosatlarini ko'z-ko'z qilmoqchi edi. Rabia xonim bu fursatning pul topadigan yaxshi payt ekanligini oldin mo'ljallab, Beijingda oqadigan bozor istikmollarni yig'ib, tashkillab, hozirlikni puxta qilishga boshladi. Rabia Qadir xonim xizmatchilarini va sotadigan mollarini olib Beijingga keldi, hamda yarmanka bozoriga kirib hayron qoldi. Bozorni necha ming Xitoy xotinlari egallab bo'lgan edi. Yarmankaga qatnashadigan ilgari oxir bo'lib, bir nafar Uyg'ur va bir nafar Tibetlik ayol uchun bozorning eng oxirdagi bo'limidan hech kimga ko'rinmaydigan joydan 2 do'kon berilgan edi. Rabia xonim bu holni ko'rib, billa ilib borgan Uyg'ur yigitga buyruq qildi. Do'kon ustiga esilgan Xinjiang vakili Rabia Qodirning do'koni degan viviskini joyidan yulib ilib, yarmanka bozorining cho'ng eshigi oldidagi 1-numorliq do'konning oldiga keldi va uningga esilgan viviskini ilib etib, o'rniga o'zining viviskisini osdi. Yarmanka boshqurg'uvchilari darhol yetib keldida Rabia xonim to'smoqchi bo'ldi. Hamda bu do'konning markazdagi cho'ng rahbarining xotinining do'koni ekanligini eskartdi. Ular Rabia xonimga gapini anglolmagandan keyin soqchilarni boshlab keldi. Başlığınlar do'konni jo'ngdan hayda ichib olsin. Bu degan puhralarning yarmankisi, dedi Rabia xonim qo'pollik bilan. Kim agar do'konimga kirdikan, o'zimni qo'g'dashga majbur bo'laman. Rabia xonim cho'ng sanduqni ichib, yarmankaga qo'yish uchun ekelgan paqirab turgan yingsar pishig'ini g'ilibidan chiqarib, tekshirayotganligini ko'rgan soqchilar va boshqurg'ichlar badar tikvatdi. Do'konning egisi men degan boshliq nochi bo'lsa kelsin, o'zim zuqillishiman, dedi Rabia xonim ularga. Bu so'zni anglagan atrofdagi Xitoy fuqarolar Beijingdagi cho'ng amaldorlarning qo'rqmay, ularning g'olchilarining dakkisini berayotgan Rabia xonimga qarab, oprin aytishib chavoqchilishdi. Yarmankaga bir kun qolganda Xitoyning ayollar birlashmasining raisi Ching Muxao bir talay boshliqlarni boshlab ko'zini kechirish keldi. U yaloqchilardan Rabia xonimning karomatini anglab bo'lgan edi. U: "Kim u? Mening tuqqunimning do'kini tartib olib, o'zining viviskisini esib olgan?" deb Rabiyaning oldiga o'til keldi. "Mana men dunyoga dangliq Yipak yo'lining tijoratini boshqurgan Uyg'urlarning farzandi Rabia Qodir. Tijorat degan mana mushundaq talishib qildigan kasb. Bilamsiz, bozor chaqqanning", dedi Rabia xonim. Xitoy amaldorlar uning so'ziga qoyil bo'lib kulib ketishdi. Rabia xonimning yarmankaga tayyorlagan mollarini ko'rib hayron qilishdi. Rabia xonimning rastlariga Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatarlarning rangdor kiyimlari, turmush buyumlari, zinnat buyumlari tizib o'tilgan edi. Tomlarga Uyg'urlarning har xil kashlangan rangarang do'ppilari, so'sar, qo'za ko'rpisi, tulka terisidan tikilgan tomoq, quloqchilar, sipta ashlangan har xil hayvon terilari esilgan edi. Bir tamga esilgan Uyg'ur xalqining nafis san'at hunari bilan ajoyib chiroyli naqshlab yasalgan 10 xil chalg'u asboblari Uyg'urlarning Xitoylarga hech o'xshamaydigan jalb qilarlik go'zal san'at madaniyatini namoyon qilib turadi.
Әйнәк рәстигә chiroyli naqshlangan ko'rkam va surlik Uyg'ur pichoqlari hamda oltin kumushdan birliyatdan yasalgan nafis zinnat buyumlari tizib qo'yilgan edi. Bu do'kon yarmanka uchun emas, ba'ayni muzey yoki ko'rgazma uchun hozirlangandek ko'rinadi. Do'konda chiroyli atlas ko'nglaklarni, chiman do'ppilarni kiygan go'zal Uyg'ur qizlar xizmatga tayyor turadi. Ularning Xitoycha Beijing talaffuzda chaqmoqdek ravon so'zlishi ko'zdan kechirayotganlarni texmo hang-tang qoldirdi. Başqa Xitoy ayollarining do'konlariga, magazinlardami setilayotgan o'xshash turdagi mollar tizib qo'yilg'ashqa kishini qiziqtira olmaydi. Amaldorlar Robiya xonimning jasoratiga ham tadbirlikligiga qoyil bo'lib, uning do'konini kengaytib berishni qaror qildi. Aeroplanda 12 sm uzun pichoq ilib minishqa bo'lmaydiganligi uchun birsi Robiya xonim ilib kelgan 2 sondiq pichoqni qonunsiz yo'tkidi deb chiqishtirib qo'yib bir muncha avorchiq tepib bergan edi. Robiya xonim naq maydonda qonunliq rasmiyatlarini, pichoqning Uyg'urlarning hunar san'at buyumi ekanligi haqidagi isbotlarini hamda munosabatli rahbarlarning tasdiq hujjatlarini ko'rsatib, ularni mat qildi. Çataq tepish uchun kelgan televizor muxbirlari bu ahvolni xabar qilib, o'zlari sezmasdan Robiya xonimga e'lon chiqarib xaridor to'plashib berdi. Ertesini boshlab bozor ajoyib qizib ketdi. Bütün xaridorlar bo'libmi Beijingdagi chet elliklar, elchixona xodimlari Robiya xonimning do'konida qator uchratib turdi. Doppa, pichoq setib olgan xaridorlarning oyog'i uzilmadi. 5-10 so'mlik pichoqlar 30-40 Amerika dollaridan setildi. Shu kuni kechda Beijing televiziya stansiyasida Robiya xonimning yarmanka bozori alayda tunishtirildi. Sovet ittifoqining birliyat uzuklari e'lon qilindi. Shangang uzuklaridan ham ko'rkam, ham arzon bo'lgan Rus uzuklari bekla bozor topdi. Xitoy amaldorlari, pullar boylari ertesini boshlab birliyat uzuklarga uchrat turdi. Aslida Sovet ittifoqidan keyin mustaqil bo'lgan O'rta Osiyo davlatlaridan Urumchi kelgan sayohatchi qizlar, cho'konlar, davlati ko'p mol ilishga ruxsat qilmag'achqa, hammasi bir-ikkidan birliyat uzuk taqab kelib, Robiya xonimga arzon bahoda setib pulga mol ilib ketadi. Robiya xonimning ana shundaq yig'ib qo'ygan 100 nechital uzuklari Beijing shahrini titirtib etdi. Başqa do'kondor ayollar melini satolmay, gazet o'qib o'ltirsa, Robiya xonim 20-30 ming so'mlik melini bir kundala setib bo'ldi. U birinchi kunila bozorni mo'lcharlab, Urumchiga telefonda mol zakaz qilib etgan edi. 2 kishi har kuni aerodromdan kelgan mollarni o'dulliq do'konga to'shib akilib turdi. Robiya xonim xaridorlarga mol sotgandan boshqa yana cho'ng shirkat xo'jayinlari, puldor Xitoy tijoratchilari bilan turli mollar haqida savdo to'xtamlarini tuzdi. U odatda o'zi Xitoy shaharlaridan ilib kelib sotadigan mollarni bularga zakaz qilib, Urumchida mol topshirib, pul topshirish to'xtami qiladi-da, aslidagi yo'l kirasidan biroqla foyda oladi. Robiya xonimning savdo prinsipi oddiy va ochiq edi. U: "Nima sotsang olaman, nima olsang sotaman, faqat bahoda kelishalsakla", deydi. Shunda qilib u Rossiyaga, Qozog'istonga yo'tkaydigan bir muncha mollarni arzon bahoda hal qilib to'xtamlashib oldi. Mol sotquchi 2 qiz tomdagi rasm, ko'rgazma buyumlarini ko'rsatib turib, necha 100 ming Xitoy ziyoratchi xaridorlarga Uyg'urlarning tarixini, madaniyatini, Ipak yo'lidagi rolini, bugungi amaliy ahvolini tinmay tushuntirib so'zlab berdi. Shuning bilan billa Qozoq, Qirg'iz, O'zbek, Tatar qatorli qarindosh millatlarning kiyimlarini va hunar san'at buyumlarini bir tarafdan tunishtirib, bir tarafdan setib pul qildi. Robiya xonim va xizmatchi xodimlar har kuni sayr turib, yarim kechagacha ishildi. Ba'zi kunlari bir kunlab tomoq yegilimi cho'lisi tegmay qoldi. Fursat g'animat, deydi Robiya xonim bundaq chaqlarda muloyimlik bilan kulimsirab turib. Bilansizlar sing'illarim, ukalarim, pulni g'azon supurgandek yig'ib oladigan fursat mana shundoq biror qatim keladi. Bu fursatni qo'ldan berib qolsak bo'lmaydi. Chidanglar, jafo mushaqqatning orqasida tatliq halovat bor. Az vaqtdan keyin uyga biror yillik tapoyat bilan qaytsizlar. Texmo muhimi, biz Beijingliklarga o'zimizning qanday ishchan chivarligimizni, sodada mohirligimizni, qanchalik pokiz va madaniyatli ekanligimizni obdan tuntib qo'yapmiz. Ular bizni kavobchi deb kamsiti vermişsin. Bizning Ipak yo'lining xo'jayinlari ekanligimizni bilib qolsin. Shu qitimqi yarmankiga Robiya xonim 5-6 qitim mol yo'tkab nurg'un pul chiqim qildi. So'dadan keyin inchga hisobot qilib 1,800,000 so'm naqd pulni Beijingdan Urumchiga yo'tkab ketdi. Shu qitim Robiya xonim markazdagi Xitoy amaldorlariga, Uyg'urlarni ko'rmagan, bilmagan Xitoy ziyonlariga va tijorat qilishni do'rayotgan Xitoy savdogarlariga Uyg'urlarning savdo, tijoratdagi aql farosatini, chaqqonligini va ishchanligini ko'rsatib qo'ydi.
Rabia xanım qaytib kelib hardığını alğandan keyin bir kuni Sidiq Hacıning 5-6 nafar yozuvchi shoir do'stlariga Yarmanka ahvolini so'zlab berib mundaq dedi. Hey bichara Uyg'ur adiblari, sizlar uyning ichiga kirib olib, 2 romka qiqib olib, tong otqicha Xitoyni qarg'aysizlar. Harmay shikoyat qilasizlar. Uyg'ur millatini hurriyatga yetaklaymiz deb planlar tuzib, xaridlar sizib po'g'atsizlar. Tong otqanda hech nim yo'q, berib Xitoyga ishlaysizlar. Xitoylar har kuni million so'mlik boylig'imizni ilib ketadi. Necha 10 ming kalkundilarni akilib tashlaydi. Hech qaringlar bo'lmaydi. Ko'rdinglarmi? Men 20 necha kun ichida Beyjingliklarning 2 million yaqin pulini sap-saq akilib, erimning Uyg'urning yonchuqiga soldim. Adiblar yuragiga tegadigan bu so'zlarni xijolat bo'lishdi hamda Robiya xonimga qoyil bo'lib opirin aytishdi. Xalqaro qurultoy sahnasida 1995 yili 8 oyning 29 kuni Birlashgan Davlatlar Tashkilotining 4-navbatlik Dunyo ayollari qurultiyi Beyjingda o'tkazildi. Bu yig'in Xitoy kommunistlari BDTga a'zo bo'lib kirgan 20 necha yildan beri tunji qitim o'tkazayotgan ko'lami zo'r, doirasi keng va darajasi yuqori bo'lgan xalqaro yig'in edi. Xitoy hukumatı har qaysi ellardan keladigan minglagan vakillar va necha yuzlagan axborot xodimlariga yaxshi ta'sirat qoldirish uchun ko'rinishda bo'lsa-mu nihoyat keng siyosat qo'llandi. 4-navbatlik Dunyo ayollar qurultiyining kotibat ishxonasidan Robiya Qodir xonimga yig'inga qatnashish to'g'risida taklifnoma keldi. Ammo orqadilla Abdunum rayonlik partikum ayollar birlashmasi orqali uning qatnashmaydiganligini uqtirdi. Markazdagilar qurultay mezgilida ayol tijoratchi korxonchilarning yarmankasi ichildiganligini, Robiya Qodir xonimning ham yarmankiga, ham qurultayga qatnashdiganligini uqtirib, qayta chaqiriq avatgandan keyin to'sqinlik qilayotgan partikum jimiqdi. Robiya xonim rasmiy tayyorlik ko'rdi. Robiya xonim Beyjingga baldur kelib, yarmanka hozirliklarini bitirib, qurultayga qatnashdi. BDT ayollar qurultiyining Xitoy vakillari chet elliklardan ayirib etilgan edi. Faqat ichilish murosimida cho'ng zalda billa bo'lgandan boshqa faoliyatlarda Xunan guruhi, Xinjiang guruhi degandek yerlik guruhlar bo'yicha maxsus faoliyat rayonlariga bo'lib, o'zi bilan o'zi paranglashadigan, chet elliklarga aralasha olmaydigan qilib o'rinlashtirilgan edi. Guruhpa ichida yana bir-birini nazorat qilgan ayol kommunistlar qo'yilgan bo'lib, Robiya xonimning orqasiga har doim kuzatib turgan maxsus 2 payloqchi qo'yildi. Uning qilig'a chet el muxbirlarining savollariga javob berilgan o'lchamli javob tutqizildi. Yana nurg'un diqqat qiladigan, agar diqqat qilmasa, mehmon ketgandan keyin tanobini tortadigan belgilamalar uqtirildi. Robiya xonim qurultayning birinchi kuni atdiganda ichilish murosimi boshlanishdan avval hayvati qarshi olg'ushlar sepida turib, Clintonning rafiqasi Hillary xonimni qarshi oldi. Hukumat taraf Xitoy vakillariga Hillary xonimni kutilish mezgilida mansitmaslik haqida uqtirish tushagan bo'lsa-mu, Hillary xonim salmoq qadam tashlab, mag'rur qiyofatda kirib kelganda, butun zaldagilar o'rnidan turib, olqish yangritib, uningga hurmat bildirdi. Hillary xonim yo'lning ikki tarafida turib, o'zini olqishlayotganlarga tabassum bilan boshlanishib, hurmat bildirganda, nima uchundir Robiya Qodir xonimning hayajonliq yuragida illiq bir sezim to'lqinladi. Xalq dongdor siyosatchilarni, adolatli hukmronlarni, o'zini yetaklaguvchilarni, baxit yaratquchi to'kbakorlarni davlat ayirmasdan, millat ayirmasdan beshida ko'tardi ekan. Men xalqimni yo'qsizlik girdobidan qanchalik qutuldira oldim? Xalqimning yuksak orzusi aniqki hurriyat. Ana shu vakillardek ozod, erkin yashash. Men nima qilib bera oldim? Nima qilishim kerak? Men qachon Hillary xonimdek xalqimning oliy hurmatiga sazovor bo'laligidek sharafga loyiq Uyg'ur qizi bo'la olmayman. Robiya xonimning qallasini yuksak mas'uliyat tuyg'usi bilan g'oyiviy shuhrat intilishi orlashib ketgan tatli xiyollarning shirin savollari chirmib olgan edi. Robiya Qodir xonim atisi guruhlar bo'yicha ilib berilayotgan kompartiyaning donoligini maqtaydigan muzokaralardagi quruq gaplardan zerikib, asta sirtqa chiqib, Tibet guruhiga kirib baqdi. Tibet guruhisini chet ellik muxbirlar o'rib olgan bo'lib, Tibet vakillari fursatni g'animat bilib, hadab milliy tashviqotini ilib bormoqda edi. Robiya xonim bu holni ko'rib cho'nqur o'yga patdi. Bu qurultayda dunyoning hamma yeridan kelgan necha ming vakil, necha yuz muxbir bor. Menmu bir amal qilib shularga dunyoga Uyg'urimni tunitib olsam, qanday yaxshi bo'ladi ha.
Qurultayning 3-kuni Qurultayning markaziy zalida Dünya ayollar qurultiyi raisining boshqarishida Xitoy bo'yicha ro'naq topgan tijoratchilardan 5 ayolni tanlab, chet elliklarga tajribasini tunishtirish, muxbirlarni kutib olish yig'ini o'rinlashtirildi. Hamda Robiya xonimga o'zining bu 5 ayolning birisi ekanligi uqtirildi. Raisning Xitoy hukumatı ko'rsatib bergan ismlikni cho'ritib, o'z oldiga Robiya xonimni so'zlashga taklif qilishi, Robiya xonimdek bir Uyg'urning xalqaro sahnada erkin so'zlashi Xitoylarni bekmo rohatsiz qildi. Ammo hech kim amdi Robiya xonim to'sib qala olmaydi. Tushlik tomoq vaqtida Robiya xonimning atrofida aylanib yuradiganlar ko'payib qoldi. Kimdir biri tomoq vaqtida uningga sezdirmay suv bilan qo'shib uyqu dorisi ichkizvatdi. Robiya xonim tomoqdan keyin yotoqqa kirib, tushdan keyingi cho'ng yig'inga tayyorlik qilmoqchi bo'ldi-yu, beshini ko'tarolmay tatliq uyquga g'arq bo'ldi. U tush ko'rdi. Tushida eri sidiqoji vaqiravatdi. "Robiya, tur! Uyqu dorisi ichib olding. Yig'inda so'zlaysan, tur!" Robiya cho'chib uyg'ondi. Bir narsani sezgandek qildi. Uning ko'zi yana uyquga ketayotdi. U beshini so'g'aq suvda yuvdi. Bir oz esi kelgandan keyin darhol yig'in zaliga qarab yugurdi. Uning keyindan payloqchilari vaqirab qoldi. "Robiya, zukamdab qolgan o'xshaysiz. Uxlab damiling." Robiya xonim yig'in zaliga kirganda 4 nafar xizmatchi xodim uning oldini to'sdi va "Robiya xonim, kechikib qoldingiz. So'z navbatingiz allaqachon o'tib ketdi. Yig'in 5 minutdan keyin tugaydi. Bo'ldi, kirmang." "Robiya xonim, bu yerda o'ltirib oling, endi sahnaga chiqmang." Robiya xonim qancha tez yugurgan bo'lsa, kutkuchilarni, mas'ul ayollarni shuncha chaqqonlik bilan ikki yoqqa ittirib etib, yugurgan peti sahnaga chiqib bo'ldi. Cho'ng zaldagilar Robiya xonim harakatiga hayron bo'lib qarab qoldi. "Kechiringlar xonimlar, kechikib qoldim." Yig'in boshqaruvchi yig'inni yana 10 minut uzartirganligini, Robiya xonimga 15 minut ajratilganligini uqtirib, uni so'zga taklif qildi. Robiya xonim sahnada chaqmoqdek so'zlashga boshladi. U o'zining hayot kechirmishlarini emas, Uyg'urlarning tarixini so'zladi. U boy bo'lishning jarayonini emas, Uyg'urlarning nomrod yo'qsizlik taqdirini so'zladi. Uyg'urlarning Xitoylarga hech qanday o'xshamaydigan madaniyatga ega farqli bir millat ekanligini so'zladi. Muxbirlarning savollari yig'ib ketdi. "Robiya xonim, siz 60 so'm bilan tijorat boshlagan ekansiz. Qanday qilib bugünkidek Jungo bo'yicha eng boy ayol darajasiga yetdingiz?" "Men bugun mazkur yig'inga qatnashish uchun har xil to'sovlarni qanday yengib, bu sahnaga chiqa olgan bo'lsam, tijoratdimi shunday yengib keldim." "Tafsilroq tushuntirib beramsiz?" "Shundoq. Bugun mening bu sahnaga so'zishimni xohlamaydiganlar menga uyqu dorisi ishkizvatdi. Men uyqudan chachrab turib, beshimni so'g'aq suvda yuvib, daldangshib yurib, aran yugurib keldim. Hamda maqsadimga yetdim." Maydonda guldiras olqishlar yağrıdi. Kishilar hammani tushundi. "Sizning shundoq boy bo'lishingizga nima turtki bo'ldi?" Bu savolni Xitoy xalq gazetining muxbiri so'ragan edi. Bu savolning topshirilgan o'lchamlik javobi Kompartiyaning to'g'ri rahbarligi edi. "Xalqimning nodon savodsizligi, yo'qsul azob oqibatlari, xorlangan Uyg'ur xotin qizlarining nadomat ko'z yoshi, Uyg'urlarning hayotlik saviyasining borgan sari chekinishi, xalqimning iqtisod, ma'arif, madaniyat sohalaridagi bechorligi meni pul tepish yo'liga yetakladi." Robiya xonimning tuyuqsiz portilgan bombadek so'zlari yig'in qatnashuvchilarini yiqiltibatdi. Chunki Robiya xonimmi o'zimi har jumla so'zini o'ksib yig'lab turib so'zlab o'tadi. Hamma jarangliq olqish yangritib uzoq chavoq chaldi. Ko'pchilik uning atrofiga o'lishib, xotira rasmga tushdi. Muxbirlar hayron bo'lib, xotirlariga Uyg'ur degan so'zni xotirladi. Oldin qaratda o'tirgan bir nafar yashangan chetdalik xonim yinidagi Oqsoy xonimga pichirladi. "Bu Uyg'ur ayol Robiya xonim haqiqatan qahramon ekan." Shu kuni Xitoydan boshqa bir muncha ellarning gazetlarida, Amerika ovozi radiosida Robiya xonimning Uyg'urlar haqidagi so'zlari e'lon qilindi. Yig'indan keyin Uyg'ur rayon vakillarini boshlab kelgan Mahinur xonim va Gulboston xonim uningga koyib ketdi. "Hey Robiyam, aslida seni yig'inga akelmaganimiz yaxshi ekan-doq. Rayonlik partkomdagilar to'g'ri o'ylabdi ekan. Sen nagil borsang balo teriydigan bo'lding.
Әмді biz balo qildigan bo'ldik. Rabia xonim ular qarab kuldi. Uyg'urlarning madaniyatini, turmushini, o'rib-odatlarini tunishtirdim-g'o. Buning nimasi yomon? Qurultayning oxirgi kuni kechki ko'ngil echish faoliyati uyushtirildi. Dunyoning har qaysi joylaridan, Xitoyning har qaysi o'lkalaridan kelganlar hammasi o'zlarining milliy san'atini namoyon qilib olish uchun maydonga tushgan bo'lsa-mu, faqat qizitolmadi. Rabia Qodir xonim nalardindir Uyg'ur nag'ri sunlaychilari taklif qilib maydonni tishtirtib etdi. Nag'rining ritmli ovozi bilan sunayning yiqimli sadosi hammani jalb qildi. Oppoq so'sar tomoq, atlas ko'nglik kiygan Rabia xonim va ayni artistlardek yenik dastlab usulga tushdi. U Uyg'ur usulining o'zi biladigan va ko'rib olgan butun hunarini ishqa silib, maydonda larzon piqirashga boshladi. Uning chosh bulanglatishlari, barmoqlaridan qos chiqarishlari, shuningdek bo'ynini silkib bosh etishlari chet elliklarni mahliyo qildi. Rabia xonim baliq chet elliklarni maydonga tortib tushirdi. Samo qaynab ketdi. Rabia xonim xizmatchilariga buyurib, Yermangidan elib kelgan 60 tek Uyg'ur do'ppisini usulga tushgan mehmonlarga birdan keygizdi. U mehmonlarga faqatla Uyg'ur, I am Uyg'ur degan so'zni takrorlaydi. Shunda qilib, Rabia Qodir xonim rostilla xalqaro yig'inni bishiq kiydi. Tibet gruppasini piqirab yurgan muxbirlardan ko'p axborotchilarning kayniga agashtirib yurib, Uyg'urlarni tunishtirish maqsadiga yetdi. Shunda qilib, bu qitimliq o'qishimiz mushagichi bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.